Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, mana navbatdagi obyektimizda ishlarni yakunladik. Bu yerga kazirovka berdik. Mana juda chiroyli chiqdi, baholasi kazirovkamiz. O'ttalarni ham sentr qilib to'g'irlab, darvozani o'rtasiga sentr qilib qo'yib berdik. Mana shu holatda. Baholasi o'ta go'zal chiqdi. Bu yerga skameyka ham qilib berdi. Biz bilan bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hop. Kazirovkamizni 1 kvadrat metrini 650 ming so'm qilib olib kelib o'rnatib berdik. Materiallar qalinda bo'ldi. Tevalarga 4 ga 2, firmaga 2 ga 2 bilan 4 ga 2 ishlatdik. Eng tevaga rekan o'rniga ham 4 ga 2 qilganmiz. Mana. Sariq qismiga esa 4 ga 4 qo'yganmiz. Ichidagi gullarni o'rnli qilib turib, oldidagi gullarni ham chiroyli qilib yasab chiqardik. 1 kvadratini 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib, ustonovka ham yo'q, ichida kraskasi mana shu holatda. Ustunlari ham chiroyli holatda bejirim o'rnadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, ekrandan nomerlar bilan. Hop, bu yerga skameyka ham qilib o'rnatib berdik. Gulli qilib, chiroyli qilib. Bu skameykamizni 2 million 400 ming so'mga qilib o'rnatib berdik. Mana yo'llari gulli. Rekalari ham, tevalarni ham laklab yaltiraydi. Mana chiroyli bo'lib o'rnadi. Bunda arzonroq chiqadiganlari ham bor. Qanaqasidan desa, anaqa beriladi. Zakazga qarab qilib beraveramiz. Hozir bu yerda deraza panjara ham o'rnatganmiz. High-tech fasonda. Deraza panjaramiz. O'ta chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Mana kraskalariga ham shpekulovka qilib, suvarkalar bilinmaydigan qilib, suvarka bo'lgan joylar ham bilinmaydigan qilib, cho'tka qilib, chiroyli qilib o'rnatib berdik. Buni kvadrat metri hozir kunda 700 ming so'm qilib beryapmiz. Mana 1 kvadratini olib borib, ustonovka qilib o'rnatib beramiz. Mana shu holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlar bilan. Kazirovkamiz tevasiga Lexan yopganmiz. Mana yaxshisidan. Yonda ko'rinish holatlar. Hozir uni uzoqroqdan ham topib qo'yamiz. Mana ko'rinish holatlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, ekranda nomerlar bo'ladi. Buni har xillari bor. Qanaqasi desani qilib beraveramiz, xudo xolasa. Arzoni bor, qimmati bor, bundan ham ko'ra xudo xolasa yana ham narxlarga tushib, chiroyli qilib, olib o'rnatib, ustonovka qilib beramiz, chiroyli qilib. Ekranda nomerlar bo'ladi, bemalol aloqa chiqaverasiz.